Toshkent avtobuslarda yuradiganlar Captiva mashinasi yoki 2 xonali xonadon yutib olishi mumkin. Tosh shahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Xalmatov 13-14 may kunlari poytaxt avtobus parklari rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuvlarda oylik yo'l chiptalarining mashhurligini oshirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar belgilab berdi. Endilikda oylik yo'l chiptasi xaridorlari ko'plab yutuqlarga, jumladan Captiva avtomobili va 2 xonali xonadonga ega bo'lishi mumkin, deb xabar berdi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. Xalmatov boshqaruv raisining moliyaviy masalalar bo'yicha o'rinbosari Valiyevga va Tosh yo'lovchi Transxizmat direktori Qodirovga tegishli idoralar bilan kelishilgan holda va qonun doirasida yo'lovchilarning oylik yo'l chiptasidan foydalanishlarini ommalashtirish, oylik yo'l chiptalarining sotilishini ko'paytirish maqsadida 100 mingchi oylik yo'l chiptasi egasiga mikroto'lqinli pech, 30 mingchiga televizor, 50 mingchisiga muzlatgich, 100 mingchisiga Matiz, 150 mingchisiga Nexia 3, 200 mingchisiga Malibu, 300 mingchisiga Captiva avtomobillari, 500 mingchisiga ko'p qavatli uylardan 2 xonali xonadon yutuq sifatida berilishi bo'yicha taklif ishlab chiqishni topshirdi. Bu esa aholini moddiy rag'batlantirishga jamiyatning hissasi ham qo'shilishini, ularni shahar yo'lovchi transportidan foydalanishga yanada undashni ta'kidladi.